Issiq kunda mazza qilib yeyiladigan pishirilmaydigan shirinlikni xolam bilan birgalikda tayyorlaymiz. Ketdi. Birinchi bo'lib shokoladlarni maydalab, ustidan ozgina yog' qo'yib eritib oldim. Ungacha xolam mevalarni taqir-tuqur qilib to'rab tashadilar. Ichiga xohishinglarga qarab uylardagi bor mevalarni solsanglar bo'ladi. Shokoladlarni eritib olib, magazinchidan qarzga olgan qolipim ichiga surishni boshladim. Shokoladlar yaxshilab qotib olishi uchun morozelkaga jo'natib yuboramiz. Keyin kosaning ichiga mevalarni sekin solib, yogurt bilan aralashtirib oldim. Tayyor massani qotgan shokoladimizni ichiga solib chiqamiz. Keyin yana ustidan shokoladni surib, qotirishga morozelkaga jo'natib yuboramiz. Shirinligimiz qotguncha vaqtdan foydalanib, uyimizda yog' bosgan narsalarni qo'shnimiz maqtagan bavi bilan tozalab olamiz. Bavini yaxshilab sepib, ustidan qaynoq suv quyib 10-15 minutga qoldiramiz. Keyin yaxshilab yuvib tashlaymiz. Sizlarga ko'rsatish uchun qo'shnimdan shunaqangi kir tog'orani olib turdim. Yana kommentariyam negativga to'ldirmanglar. Buni rezultatini qaranglar. O'zim ham boshida ishonmagandim. Sizlar ham bitta ishlatib ko'rib, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Shirinligimiz yaxshilab qotganidan keyin qoliplardan ajratib olamiz. Buni qaranglar, nahotki shu go'zallikni men tayyorladim. Agar kelin bo'lsangiz, qaynonangizga bitta shundan tayyorlab bering, butun qo'shniga sizni maqtab chiqarlar. Mazasi o'zi ham bomba bo'pti. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar.